Nega ekspertlar 10 ming dollar daromadga chiqa olmaydi? Buni asosiy 5 ta sababini bugungi videomizda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Men Xolida Abdurahmonova, prodyuser va oliy ma'lumotli marketologman va shu kungacha juda ham ko'p loyihalar bilan ishlab kelganman va juda ham ko'p yutuqlarga erishganman. Taniqli loyihalarimdan bu Bonamur, Alimaybek, Namaza Nigmatullayeva va hozirgi kunda o'z soham orqali o'zimga studiya ochganman va o'z orzu qilgan mashinamni xarid qilganman va juda ham ko'plab o'quvchilarimni chiqazganman. Sizda hozir bilimingiz bor, tajribangiz ham bor va kichik auditoriyangiz ham bo'lishi mumkin, lekin siz daromadingizni 10 ming dollarga chiqara olmayapsiz. Nima sababdan? Bugun shu videoda men sizga 5 ta sababini aytaman va katta ehtimol bilan siz o'zingizni xatoyingizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi sabab bu monetizatsiyani to'g'ri yo'lga qo'ymaslik. Ya'ni monetizatsiya bu nima? Bu monetizatsiya bu blog orqali daromad qilish. Ya'ni blog orqali daromad qilishning juda ham ko'plab yo'llari bor. Bilsanglar agar bu konsultatsiyalar orqali, kurslar orqali, xizmatlar orqali, ya'ni farqi yo'q. Siz masalan ginekolog bo'lishingiz mumkin yoki stomatolog bo'lishingiz mumkin. Siz qanaqa yo'nalishda bo'lsangiz ham, siz blogingiz orqali daromadingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Chunki sizda masalan konsultatsiya bor, xizmat bor, kurslar bor, obuchение, shogirdlik, offline, onlayn master-klass, ya'ni juda ham ko'p narsalar bor, lekin siz buni faqat bittasini qilayotgan bo'lishingiz mumkin yoki umuman qilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Albatta bunaqa holatda siz daromadingiz oshmaydi va daromadingiz juda ham past bo'ladi, lekin vaholanki siz xuddi o'sha blogingizdan ham, ya'ni kichik blogingizdan ham daromadingizni oshirishingiz mumkin, faqatgina buni qanaqa qilishni bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni istalgan yo'nalishda ham daromadingizni siz olib chiqa olasiz 10 ming dollarga, faqatgina siz buni ketma-ketligini bilishingiz kerak bo'ladi. Va aytganimdek, agar siz monetizatsiyani to'g'ri qilmayotgan bo'lsangiz, albatta buni o'rganing, chunki bu juda ham muhim. Chunki ko'pchilik mutaxassislar nima qiladi? Kontentlar joylaydi, reelslar joylaydi, storieslar joylaydi, blogiga pul tikadi, lekin qaytib o'sha pulni chiqarib ola olmaydi yoki o'sha puldan foyda qilib, tam 2 barobar, 3 barobar foyda qilib chiqara olmaydi. Bu juda ham katta xato va sizga bu narsa motivatsiya bermaydi. Qachonki siz blogingizdan yaxshi daromad qilganingizdagina siz bu narsaga yana ham ishtaka qaraysiz, ya'ni seriozno qarashni boshlaysiz va sizga bu narsa motivatsiya beradi. Ikkinchi sabab esa aytganimdek, kontentingiz bor, lekin sotuvlaringiz yo'q. Ya'ni siz har kuni masalan reelslar joylashingiz mumkin, storieslar joylashingiz mumkin, ya'ni blogingizni olib borishingiz mumkin, lekin siz sotuvlar bo'lmaydi. Agarda siz birinchisi bu juda ham ko'p faqat foydali ma'lumotlar berursiz. Ya'ni odamlar sizdan faqat bepul ma'lumotni ko'p olgandagina sizdan o'sha xarid qilmaydi, chunki siz ularni o'sha to'yintirib qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni sizning akkauntingiz o'sha Instagram akkaunt emas, Wikipedia bo'lib qoladi. Ya'ni sizda hamma ma'lumotlar o'sha bor va odamlar sizga nimaga pul to'lashini tushunmaydi. Shu sababdan bu ham bitta xatoga kiradi va sizda yana xato bo'lishi mumkin. Sizda kontentlaringiz va reelslaringiz, storieslaringiz sotuvga olib bormaydi. Ya'ni siz shunchaki ma'lumot bersangiz, shunchaki qanaqadir videolar joylasangiz, u sizga sotuv olib kelib bermaydi, ya'ni klientlar olib kelib bermaydi. Va uchinchi xato bu Progress instrumentidan foydalanmaslik. Ya'ni Progress instrumenti bu juda ham moshni instrument. Ya'ni siz Progress instrumenti orqali har qanaqa yo'nalishda ham o'zingizga sotuvlar olib kelishingiz mumkin bo'ladi va agarda siz bu instrumentni bilmasangiz, albatta o'rganing, chunki bu narsa menimcha hammaga kerak. Reelslarda ham, storieslarda ham siz Progress orqali sotuvlaringizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bunaqa holatda auditoriya sizdan foydalanadi, lekin siz esa ulardan foydalanib sotuvlar qila olmaysiz va daromadga chiqa olmaysiz. Uchinchi sabab bu ekspert o'zini past baholashi. Bilasizlarmi, men juda ham ko'p ekspertlar bilan gaplashaman. Ularda tajribasi bor bo'lishi mumkin, bilimi bor bo'lishi mumkin, lekin shunchaki o'zini past baholaydi. Ya'ni men 1000 dollarga proyekt olishga o'zimni loyiqda bilmayman, ya'ni unaqa katta chekka ola olmayman, ya'ni yokida bu juda ham katta pul men uchun deyishadi. Ya'ni bu juda ham katta xato. Chunki agarda siz o'zingizni past baholaysiz, sizni hamma past baholaydi va siz daromadingizni oshira olmaysiz. Ya'ni men doim maslahat beraman, 300 dollardan 10 ta proyekt olgandan ko'ra siz 1000 dollardan 3 ta proyekt oling, xuddi o'sha pulni topa olasiz. Ya'ni sizda ikkinchi variantda stressingiz kamroq bo'ladi, bosh og'rig'ingiz kamroq bo'ladi va sizda o'sha daromadingiz ham ko'proq bo'ladi. Nimaga? Chunki sizda bu yerda proyekt nisbatan kamroq bo'ladi va mas'uliyatingiz ham kamroq bo'ladi. Lekin ko'pchilik qo'rqadi, o'zini loyiq deb bilmaydi, o'zini past baholaydi va bu juda ham katta xato. Va sizda ham agar shu narsa bo'lsa, albatta buni to'g'rilash kerak. Agar siz shunchaki chekingizni oshira olmayotgan bo'lsangiz, albatta bu bo'yicha ham siz o'zingiz bilimlaringizni yangilab, to'g'ri переговор qilishni o'rganib ham, shu orqali ham siz daromadingizni oshirishingiz mumkin bo'ladi. Chunki agar bilsangiz, sizlarga 300 dollar to'laydigan proyekt bilan 3000 dollarlik proyektda juda ham katta farqi bor. Ya'ni переговорlar juda ham har xil bo'ladi, ular bilan gaplashish juda ham har xil bo'ladi va albatta siz agar katta chekka sotishni bilmasangiz va qanaqa gaplashishni bilmasangiz, albatta buni ham o'rganishingiz kerak bo'ladi. Chunki bu siz 24 ga ishlasangiz ham siz daromadingiz oshmaydi va unaqa daromadga chiqa olmaysiz. Va ko'pchilik
Ko'pchilik chekini oshira olmasligining yana bitta sababi bu o'zini tayyorman deb his qilmaydi. Ya'ni men tayyor emasman, men hali tajriba orttirishim kerak, menga yana 1-2 yil kerak deyishadi, lekin bilsangiz agar bozor sizni tayyor bo'lishingizni kutib o'tirmaydi. Ya'ni agar siz oldinga ketmasangiz, boshqalar sizni o'rningizga oldinga ketadi va siz uje orqada qolib ketasiz. Shu sababdan doimiy ravishda bilimlaringizni yangilang, doimiy ravishda chekingizni oshirib boring va o'shandagina sizning daromadingiz borgan sari yaxshilanib boraveradi. 4-sabab bu hamma narsani o'zim qilaman degan strategiya. Ya'ni kontentni ham o'zim qilaman, storiesni ham o'zim qilaman, strategiyani ham o'zim qilaman, sotuvni ham o'zim qilaman. Ya'ni bu juda ham katta xato. Aytganimdek, odam bitta o'zi hamma narsani eplolmaydi va qilolmaydi. Odamda qachonki bitta narsaga fokusi bo'lsa, o'shandagina natijasi bo'ladi. Ya'ni siz hamma narsani eplolmaysiz, qilolmaysiz va bu uchun sizga nima kerak? Bu uchun sizga jamoa kerak. Ya'ni agarda siz kontent bo'yicha kuchli bo'lsangiz, siz faqatgina kontentni qilishingiz kerak va boshqa narsalarni delegirovать qilishingiz kerak bo'ladi. O'shandagina sizda jamoangiz siz uchun ishlaydi va siz daromadingiz oshadi. Lekin siz faqatgina masalan SMM proyektni olaman, uni storiesini ham o'zim yuritaman, kontentini ham o'zim qilaman, videosini ham o'zim olib beraman desangiz, siz nima qilasiz? Siz kunni bo'yi ishlaysiz, lekin daromadingiz 4 million, 3 million, 5 million bo'lishi mumkin. Lekin daromadingiz oshmaydi. Lekin siz o'sha to'g'ri переговор qilganingizdan keyin siz loyihalarni to'g'ri boshqarishni o'rgansangiz, komanda yig'ishni, komanda boshqarishni o'rgansangiz va hamma narsani o'rganganingizdan keyin sizda uje proyektlaringiz soni ham ko'proq bo'ladi, ham qimmatroq bo'ladi va ham sizga bu narsa bosh og'riq olib kelmaydi. Ya'ni siz deyarli hech narsa qilmaysiz, shunchaki mas'uliyatni bo'yningizga olasiz, переговорlarda qatnashasiz va shunaqa holatdagina sizda 90% ishingizni komanda bajaradi va 10% ish faqatgina sizga qoladi va siz kam ishlab ko'p pul topa olasiz. Va aytganimdek, bir o'zingiz ishlaganingizda sizda doimiy charchoq bo'ladi. Natijaga chiqishingiz juda ham sekin bo'ladi yoki umuman bo'lmaydi deyarli va siz juda ham ko'p vaqt yo'qotasiz va ko'p xatolarga yo'l qo'yasiz va o'sha sababdan men sizga doim maslahat beraman. O'zingizga jamoa yig'ing, yangi ma'lumotlar o'rganing, bilim oling va o'shandagina sizda ancha oson bo'ladi. Va oxirgi 5-sabab bu nazorat yo'qligi. Ya'ni ko'pchilik o'zi nima qilish kerakligini biladi, lekin nazorat yo'qligi uchun qilmaydi. Shunchaki, ya'ni sababi deadline yo'q, aniq maqsad strategiya yo'q, javobgarlik ham yo'q va nazorat ham yo'qligi sababli ularda natija bo'lmaydi, chunki ularda nazorat bo'lmagani uchun. Ya'ni ba'zi odamlar bor, nazorat bo'lmasa ham o'zi mustaqil ravishda disiplina qilib harakat qiladi, lekin ba'zi odamlarning ustida baribir ham ustozi turib, shuni qilishing kerak yoki kimdir turib, shu narsani qilishing kerak degandagina qiladi va qachonki nazorat bo'lganida odam yana ham tezroq harakat qilishni boshlaydi. Agarda siz hozir shu 5 sababdan bittasida bo'lsa ham o'zingizni tanigan bo'lsangiz, bu muammo emas. Aksincha, siz o'zingizni o'sish nuqtangizni aniqladingiz. Va agar siz ham ekspert sifatida bitta joyda qotib qolgan bo'lsangiz, sizda aniq maqsad, strategiya va nazorat bo'lmasa, yangi darajaga chiqish uchun yetarlicha bilimingiz bo'lmasa va networking qilmoqchi bo'lsangiz, sizni o'zimni Next Level nomli mentorlik dasturimga taklif qilaman. Mentorlik dasturim offline tarzda 2 oy davomida bo'lib o'tadi va o'sha yaqin orada boshlanadi. Lekin mentorligi faqatgina 15 dona o'quvchi olamiz va joylarimiz chegaralangan bo'ladi va har bitta o'quvchini men o'zim, shaxsan o'zim birga bir gaplashib, saralab, tanlab olaman. Ya'ni agarda siz 0 bo'lsangiz, siz daromadingiz bo'lmasa, natijangiz, ya'ni darajangiz juda ham past bo'lsa, siz to'g'ri kelmaysiz afsuski, lekin o'sha qanaqa darajaga yetgan daromadingiz bor, lekin o'sha daromadingizni oshira olmayotgan bo'lsangiz, komanda yig'a olmayotgan bo'lsangiz, komandani boshqara olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizga jamoa qila olmayotgan bo'lsangiz va yana juda ko'plab sizda muammolar bo'layotgan bo'lsa, men sizga yordam bera olayman. Lekin agarda siz o'sha 15 taliga kirsangiz va sizni agar darajangiz bo'yicha tanlab olsak, siz mentorlik dasturimda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Next Level kimlar uchun? Birinchi o'rinda daromadi $500, $1000 atrofida qotib qolgan soha mutaxassislari uchun. Ya'ni targetologlar, stories makerlar, SMM mutaxassislar farqi yo'q. Agar siz digital mutaxassis bo'lsangiz va daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, lekin qanaqa qilish bilmayotgan bo'lsangiz, sizga to'g'ri keladi. Ikkinchisi bu Instagramda blog yurg'izadigan har qanday ekspertlar uchun. Ya'ni farqi yo'q, siz stomatolog bo'lasizmi, ginekolog bo'lasizmi, ya'ni qanaqadir sizning blogingiz bor, blogingiz orqali daromad qilmoqchisiz, lekin qila olmayapsiz. Ya'ni daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, sizga ham mentorlik to'g'ri keladi. Uchinchisi bu o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha kurslaringizni yo'lga qo'yib, daromadingizni ham oshirmoqchi bo'lsangiz, sizga to'g'ri keladi mentorlik. Va to'rtinchisi kadrda yoki kadr ortida ishlab, stabil $10,000 daromadga chiqmoqchi bo'lgan mutaxassislar uchun. Agarda sizga bu holat tanish bo'lsa, sizga ham mentorlik to'g'ri keladi. Lekin albatta aniq sizga to'g'ri kelishini men sizga sazvon orqali aytaman va siz sazvonga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Mentorligi va sazvonga yozilish uchun pastda sizga havola qoldiraman, u bo'yicha o'ting va menda birinchi 5 ta joyini band qilgan o'quvchilarim uchun maxsus takliflarim va maxsus narxlarim bor. Agar siz 5 taliga kirsangiz, siz maxsus narxda qo'shilishingiz mumkin bo'ladi yoki shu 15 taliga kirib joyizni band qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sizga pastda havola qoldiraman, u bo'yicha ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.